Salom hammaga. Futbol TVda sizlarni yana ko'rsatuvda futbol haqida suhbatlashamiz. Bugungi o'yinimiz bizning hamyurtimiz ishtirok etayotgan Italiyaning A seriyasi haqida, Inter Roma bahsi haqida fikrlarimizni aytamiz va o'yin haqidagi fikrlar, qiziq ma'lumotlar haqida aytib o'tishga harakat qilamiz. Bu Inter Roma sharhi. E'tiboringizga futbol kanali. Obuna bo'linglar. Bunda boshladik. Birinchi o'rinda Inter tarkibini tushuntirib o'tamiz. Darvozabon Sommer shvetsariyalik. Keyin 28-chi Povard, 15-chi raqamda Asebri, 30-chi Augusto, 36-chi raqamda Darmian, 16-chi raqamda Fratesti, 20-chi o'rinda turkiyalik Chalqanoglu, 23-chi o'rinda Barella, 32-chi Di Marco. Jamoa sardori esa El Martinez. Keyingi 8-chi o'rinda Arnautovic. Inter shu tarkib bilan boshladi. Keyingisi ular 3-5-3 sxemasida o'ynashni aytib o'tamiz. Keyingisi hamyurtimiz o'ynaydigan Roma haqida gapirib o'tamiz. 99-chi o'rinda darvozabon Sivilar serbiyalik, 19-o'rinda Chelik turkiyalik, Mancini italiyalik, Nidiska italiyalik, Algrino ispaniyalik, Cristante italiyalik va 17-chi raqamda Kone fransiyalik, Soul argentinalik, El Preglini italiyalik. 14-chi raqamda hamyurtimiz Eldor Shomurodov. 11-chi raqamda hujumchi ukrainalik Dovbuk o'ynashni boshlaydi. Unda qilmasam ketdi. O'yin boshlandi. Birinchi o'yinda italiyaliklar boshlab berdi. Obuna bo'lmaganlar, like bosmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Biz 100 mingta bo'lishimiz kerak. Rejalarimiz shunaqa. Italiyaliklar jarima tepdi 03-daqiqada. Jarimasi o'xshamadi. Keyingisi yana italiyaliklar 5-daqiqada yana hujumga o'tdi. Offside yo'q. Va 5-daqiqada hisob ochildi. Italiyaliklar lekin Inter hisob ochgan bilan u o'yindan tashqari holatga tushib qolgan ekan. Yaqqol o'yindan tashqari holat ekan. Keyingisi 20-daqiqada Romaning hujumi boshlandi. Roma hujumda Shomurodov gol urarmikan? Yo'q. Darvoza ustidan o'tib ketdi. Qish kopni tepdi. 17-raqamli o'yinchi. Shomurodovga kopni oshirish kerak. Inter bilan Roma bir hujum qilishdi 20-daqiqagacha. Hali ham Roma hujumga o'tmoqda. Hujumda 22-daqiqada hisobni ochmoqda. Hamyurtimiz o'ynaydigan Roma futbolchilari gol. Suli pasi bilan rikoshet bilan kopni qo'l o'yinchiga tushdi va Qarabski gol urdi. 17-raqamdagi o'yinchi ketmoqda. Ko'tarildi. Zarba. Yo'q, xato zarba. Roma 25-daqiqagacha hisobda yaqqol ustunlik bilan bormoqda. Shomurodovda yaxshi imkoniyat bo'ldi.
O'yindan tashqari holat yo'q ekan. Himoyachi ulgurib qoldi. Keyingisi o'yinchi yana hujumga bormoqda. 42-daqiqada yana hujumga o'tishdi Roma. Darvozabonni qo'liga tepdi. Muhimi Roma birinchi g'alabada ketmoqda haliyam. Qani ikkinchi taymda nima qilamiz? Ko'ramiz. Ikkinchi taymda ham shu g'alabani saqlab qola olarkanmi yo'qmi Roma. Yana boshlandi Roma hujumda. 60-daqiqada Roma hujumga o'tmoqda. Zarba berdi, yana darvozabon ushlab oldi. Keyingisi o'yinchilar reaksiyalarini ko'rsatishmoqda. Koptu chiqib ketdi. Inter yana tushib koptu tashlamoqda. Interning hujumi 62-daqiqada Inter bu hujumga o'tmoqda. O'yindan qoida buzildi, lekin Inter o'yinchisida koptu qolgani uchun hakam yana o'ynash boshladi. Chaqqonning zarbasi esa aniq bo'lmadi, lekin xavfli. Voy, finti zo'r bo'ldi. Zarba Roman darvozaboni ushlab oldi. Inter koptok tepdi. Roma 66-daqiqagacha 1-0 hisobida g'alaba qozonmoqda. Shuni ushlab qolarmikan Shomurodovlar Samandasi. Interning hujumi birga bir chiqib ura olmadi Barella. 67-daqiqada shunaqa xavfli vaziyat bo'ldi. Lautaro debdi. Muxlislarning reaksiyasi zo'r bo'ldi. 75 ga 25. Interda 75% ustunlik bo'ldi. Kopto chiqdimi? Ana endi chiqdi. Kopto ko'tardi. Kopto liniyadan chiqib ketay degan to'xtatib qolgandek o'xshadi, lekin o'yinchining texnikasi tushmadi. Qani Shomurodov koshir. Ana ko'tarildi, zarba. Afsuski ura olmadi. Inter yiqilganga o'xshadi, lekin hakam o'yin qoidasi buzilmaganga o'xshaydi. Roma hujumga o'tmoqda 73-daqiqada. Davay. Osmonga tepdi birga bir chiqib. 11-raqamdagi Roma o'yinchisi. Yana ketdi. Roma yana hujumga o'tmoqda. Roma ketmoqda. 18-raqamdagi qo'lini ko'tarmoqda. Oshirish kerak. Zarba. Yana darvozani ushlab oldi. Darvozabon yaxshi o'ynamoqda bugungi o'yin qahramoni darvozabon bo'lsa kerak. Yana Romaning shiddatli hujumlari o'tmoqda. Yana ketdi. O'yinchilar yugurib ketmoqda. Roma hujumga o'tmoqda. Zarba. 93-daqiqa ketmoqda. 5 daqiqa qo'shib berildi. 5, 4, 3. Roma g'alaba qozondi. Hamyurtimiz Shomurodovni g'alaba bilan tabriklab qolamiz. Inter ustidan Roma ishonchli g'alabaga qozondi. Claudio Ranieri shogirdlari bugungi o'yinda yutdi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, like bosmaganlar like bosinglar. Biz 100 mingta bo'lishimiz kerak. Rejamiz shunaqa. Rahmat hammaga.